Hammaga assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan Qashqar rubobini chalishni o'rganamiz. Buning uchun biz hozir Qashqar rubobni qanday ushlashni bilishimiz kerak. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Qashqar rubobini qanday ushlashni. Mana. Qashqar rubobi xuddi mana shunday usulda, tartibda ushlanadi mana. Bu qo'limiz mana shunday joylashadi. Bu qo'limizda esa mana ebonet turadi mana. Mediator. Shunday ushlanadi. Endi hozir sizlar bilan Qashqar rubobida birinchi mashqimizni ko'rib chiqamiz. Mana Qashqar rubobida yangi o'rganuvchilar uchun birinchi mashq. Endi shu tartibda orqaga qaytamiz. Ana xuddi shunday bo'ladi. Bu mashqni siz kuniga kamida bir 3 soat bajarsangiz, qo'llaringiz Qashqar rubobiga tushib ketadi va mana shu yerda barmoqlaringiz yaxshi yuriydi. Keyin bemalol siz xohlagan bir balki notadan bo'lishi mumkin, balki eshitgan narsangizni barmoqlaringiz qiynalmasdan chala oladi. Endi ikkinchi mashq. Ikkinchi mashq bu tarafda bo'ladi. Mana mediatorni ushlaymiz va tepaga pastga qilamiz. Xuddi shu mashqni tezlashtirsak, rez kelib chiqadi mana. Mana shu mashqni kamida bir kunda 3 soat bajarishingiz kerak. Mana. Mana shu mashqni tezlashtirsak, bizga rez kelib chiqadi mana. Hozir men sizlarga ko'rsatib o'tgan mashqlarni kuniga bir hafta davomida kuniga 3 soatdan bajarsangiz, barmoqlaringiz Qashqar rubobida yaxshi yuriydi va qiynalmasdan chala olasiz. Keyingi darsliklarimizda qaysi qo'shiqni sizlarga chalishni o'rgatay. Shuni kommentariyaga yozib yuborsangizlar, men sizlarga chalib videosini chiqaraman. Ya'ni darsligini. Sizlarga qaysi muzika yoqadi? Men shu muzikalarni sizlarga chalib YouTube'ga joylayman va sizlar shundan o'rganaverasizlar. Fikrlaringizni kommentariyaga qoldiring. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz.